Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hozirda qilayotgan amaliyotimiz bolacha futbol o'ynagan oshnalar bilan keyin moyak sohasiga qattiq zarba bo'lgani uchun moyakda ko'plab gematoma hosil bo'lgan va suv yig'ilib qolgan. Endi bu bemorimizga o'sha gematomani va oshiqcha suyuqlikni bartaraf qilish amaliyotini bajaryapmiz. Bunaqa holatda vaqtida e'tibor qilinmasa, bemorni, ya'ni shu bolachalarni keyinchalikda bepushtlikka, ya'ni o'sha moyakni qurib qolishiga va kichayib ketib qolishiga va gormonlarini buzilishi oqibatida bemor o'smir davrida katta bo'lganda urug'lik foizlari past nolga tushib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun hurmatli ota-onalar, hammanglar farzandlarga, o'g'li bor, farzandi borlarga befarq bo'lmanglar. Doimiy moyakni uyatmasdan shitonni yechib turib, moyaklarini ko'rib, nazorat qilib turinglar. Hajmlarida o'zgarishlar va kichayishlar bo'layotgan bo'lsa, zudlik bilan urolog-andrologni ko'rigiga borishinglar so'rab qolamiz.